Xo'p, hosilaga doir yana bir ajoyib savolimiz. Bizga 3x ko'paygan tangens x funksiyaning x teng 0 nuqtadagi hosilasini toping degan vazifa qo'yilgan. Buning uchun ko'paytmani hosilasini bilishimiz kerak. U ko'paygan v ni hosilasi, demak u ning hosilasi ko'paygan v plus u ko'paygan v ning hosilasi edi. Shu formadan foydalanib, birinchi biz fx dan hosila olamiz. Demak, x ni hosilasi 3 ko'paygan tangens x plus 3x ko'paygan tangens x da hosilasi. Demak, tangens x hosilasi bu 1 taqsim kosinus kvadrat x edi. Kosinus kvadrat x. f' x'imiz. Ana endi f' 0, ya'ni o'sha x o'rniga 0 qo'yamiz. 3 tangens 0 plus 3 gara 0 1 taqsim kosinus kvadrat 0. Xo'p, tangens 0 da 0 ga teng. Shuning uchun bu ifodamiz 0 bo'lib ketadi. Mana bu yerda ham 0 qatnashgani uchun ikkinchi ifodamiz ham 0 ga teng bo'ladi. 0 plus 0 teng 0. Ajoyib ekan.